Yurtimizda yer munosabatlarini tartibga solish, yerdan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yer maydonlarini noqonuniy rasmiylashtirish yoki ularni aldov yo'li bilan sotishga urinish kabi holatlarga qarshi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan izchil choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi shunday holatlardan biri Andijon viloyatida aniqlandi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi shaxs ariza muallifiga tuman hokimligi zaxirasidagi Qo'rg'ontepa massividagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan 10 sotiq yer maydonini viloyat hokimligida ishlovchi tanishlari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Ushbu xizmat evaziga u fuqarodan 1500 AQSh dollari talab qilib, avvaliga 500 AQSh dollarini olib, yana 200 AQSh dollarini olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, Marhamat tumanida aniqlangan yana bir holatda ushbu tumanda yashovchi fuqaro o'zganing mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritishni maqsad qilgan. U Mirishkor mahallasi hududida joylashgan 35 sotiq yer maydoni aslida sanoat yer fondi toifasiga kirishini bila turib, uni bog'dorchilik uchun mo'ljallangan deb yolg'on ma'lumot bergan. Fuqaro bilan 70 ming AQSh dollari evaziga kelishilgan mablag'dan 40 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Har ikki holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.